Show biznes olami misoli ob havo. Bir qarasang jaziramadek kuydiradi, bir qarasang qahraton qishdek sovutadi. Bu olamda doim ham mo'tadillik kuzatilavermaydi. Biz esa sizga mana shu olamdagi eng qizg'in jarayonlarni, xabarlarni, yangiliklarni taqdim etamiz. Demak, doira boshlandi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda kuz mavsumiga xonandalar qanday yangiliklar hozirlashmoqda? Mirjalol Ne'matov va Sevinch Ismoilovadan premyera klip. Kinochilarimizdan yangi loyiha. 11 ta xalqaro kinofestival va kino bozorida biz nufuzli xalqaro kinofestivalda ishtirok etdik. Qo'lni ko'tarsin, kimni film yuragiga bor. Ona teleserialining shu kunlarda final qismlari suratga olinmoqda. Tolib Musofirning yangi qo'shig'i nima haqida? Jennifer Lopez ilk bor O'zbekistonda. Ko'kchoy guruhi bilan eksklyuziv intervyu hamda jonli ijro. Majnun so'vaslingda divonaman. Men etsin nazari, razıyam ben böyle ondan sonra min zövrü zefa. Ba'zida ko'p vaqtimizni gadjetlarga sarflab yuboramiz. Kerak-kerakmas videolarni soatlab ko'ramiz. Tan olaylik, ba'zida o'zimda ham shu holat kuzatiladi. Lekin bilasizmi, yaxshi xabar o'qisangiz xo'p, yomon xabarlar bo'lsa-ku, bu miya faoliyatiga qanchalik ta'sir ko'rsatishini bilasizmi? Lekin doira sizga eng yaxshilarini, saralarini, xushxabarlarni ulashadi. Demak, bizda Instagram yangiliklari. Kuz mavsumi yaqin. Xo'sh, ijodkorlar yangi mavsumga nimalar tayyorlamoqda? Estradamizning primadonnasi Yulduz Usmonova Tojikistonning Dushanbe shahrida o'z konsert dasturini taqdim etishi haqidagi xabarni Instagramdagi sahifasiga joylagan. Xonanda Mustafo esa bugun Samarqanddagi muxlislari uchun konsert dasturini taqdim etish haqida o'z sahifasida ma'lumot berib o'tgan. Xushxabarlarni ulashishda davom etamiz. So'z ustasi Zokir Ochildiyev xonadonida to'y. Mahoratli qiziqchi sevimli qizini turmushga berdi. Biz yoshlarga yangi oilaviy hayotida chin dildan baxt tilaymiz. Xonanda Dilnoz esa va nihoyat muxlislari uchun kutilgan xushxabarni e'lon qildi. Xonandaning to'yi 13 sentyabr kuni bo'lib o'tishi belgilangan. Bu haqda xonanda o'z sahifasida ma'lumot qoldirgan. Va nihoyat uzoq kutilgan to'y. Ustin va Madina juftligi oila qurishdi. Biz ularni tabriklaymiz. Marhum san'atkor, so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevning kenja qizlari Madinaxon Tojiboyevaning nikoh oqshomi bo'lib o'tdi. Biz yoshlarga baxt tilaymiz. Xonanda Shahzoda hozirda ijodiy tanaffusda ekani hamda ijodga qachon qaytish haqida aniq bir narsa deya olmasligini, lekin agar sahnaga qaytsa, juda katta yangilik va burilish bo'lishini aytib o'tgan. Xonandalar Mirjalol Ne'matov hamda Sevinch Ismoilova o'zlarining yangi Qizg'onaman duet taronasiga olingan videoklipni muxlislarga taqdim etdilar. Klip premyerasiga hali vaqt ko'p bo'lmasa-da, ijod mahsuli ijtimoiy tarmoqlarda millionlab kuzatuvchilar tomonidan ko'rilmoqda. Biz ijodkorlarga omad tilab qolamiz. Xo'sh, bu yil xonandalar yoz faslini qayerda o'tkazishyapti? Masalan, Munisa Rizayeva Turkiyaning go'zal shaharlarida sevimli oilasi bilan hordiq chiqarmoqda. Bu haqda xonanda o'z Instagram sahifasida ma'lumot berib o'tgan. Xorazm go'zali Xulkar Abdullayeva esa bu yil yoz mavsumini Yaponiyaning Tokio shahrida o'tkazish haqida o'z sahifasida aytib o'tgan. Mana shunday go'zal sayohat va hordiq yana yangi va yaxshi ijod namunalariga sabab bo'lsa ajab emas. Tinib tinchimas ijodkor Ikromali yozning jaziramasida yosh xonanda Tolib To'xtasinovni yomg'irlar ostida qolishga majbur qilmoqda. Shunday issiq kunda muzdek suv ostida ishlash boshqacha bo'lsa kerak har holda. Sababi taronaning nomi Yomg'irlar.
Biz ijodkorlarga omad tilaymiz. Hamdam Sobirov yangi klipida yana bir bor hind qahramonlarining obrazlariga murojaat qildi. Altingul qo'shig'iga tasvirga olingan video klip voqealari barchamiz sevib tomosha qilgan o'sha mashhur hind filmi O'g'irlanmagan kelin motivlaridan olingan. Bizningcha bu safar ham o'ziga xos kompozitsiya dunyoga keladi. Barchasini doirada birgalikda kuzatamiz. Xonanda Imron shu kunlarda juda samarali ijod qilyapti. Tomchi taronasi sizningcha nimaning ifodasi bo'lishi mumkin? Bu bizga ham qiziq albatta. Barchasini tez kunlarda birgalikda bilib olamiz. Yaqindagina Xorazmda mehmon bo'lgan xonanda Mirjamol Ne'matov endi qashqadaryolik muxlislarini xursand qilish maqsadida 7-avgust kuni Shahrisabzda konsert dasturini taqdim etish istagida. Biz xonandaga omad tilaymiz. Mahoratli kompozitor Shuhrat Zokirov kuz mavsumida o'zining Sog'inch deb nomlangan yangi ijodiy dasturini muxlislarga taqdim etish haqida o'z sahifasida ma'lumot bergan. Dasturda ijodkor bilan hamkorlik qilgan taniqli estrada xonandalari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Demak, jarayonni birgalikda kuzatamiz. Latofatli xonanda Dilnoza Hakimova rasman nikohdan o'tgani haqida tasvirlarni o'z sahifasiga joyladi. Biz xonandaga yangi hayot yo'llarida chin dildan baxt tilab qolamiz. Show biznes olamining vakillari hayoti va ijodidagi qiziqarli jarayonlar haqida faqat biz bilan kuzating. Muzika ketdi. Xonanda Mirjalol Ne'matov hamda Sevinch Ismoilovadan yangi duet tarona. Ammo ijodkorlar qo'shiq nomini hozircha sir tutishmoqda. Tarona mavzusi har doimgidek mehr-muhabbat haqida. Videoklip 5 ta lokatsiyada tasvirga olindi hamda ushbu klipda xonandalarning imidji va ko'rinishiga alohida urg'u berilgan. Ayniqsa Sevinchni turli obraz va qiyofalarda ko'rishingiz mumkin. Bu safar yangi duetimiz va yangi taronamiz o'zgacha stilda bo'ladi. Ya'ni o'zi umuman olganda sho'x tarona, lekin juda ham sho'x emas. Juda ham past templi qo'shiqlar sarasiga ham kirmaydi. Odamlarga kayfiyat baxsh qiladigan, odamlarni nima deydi, xursand qiladigan va yoshlarbob mavzulardan sevgi mavzusiga yo'nalishdik. Duet ashula. Hech kim kutmagan Sevinch Ismoilova bilan birgalikda duet kuyladik. Men o'ylayman, bu ashula o'sha bizani muxlislarimizga, Sevinchxonni, Imani muxlislarimizga manzur keladi, yoqadi degan umiddaman. Chunki ashulamiz ko'tarinki kayfiyat beradigan bir yoqimli tarona deb o'ylayman. Videoklipni mahoratli rejissyor Sherzod Umarov tasvirga oldi. E'tirof etish kerak, shu kunlarda har ikkala xonanda ham juda samarali ijod qilishmoqda. Ijodkorlar ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faol. Sevinch Ismoilova ham, Mirjalol Ne'matov ham fan klublari orqali o'z muxlislari bilan juda chiroyli va do'stona munosabatni yo'lga qo'yganlar. Bu ashula shunchaki meni o'zimni nima deydi, ijodda o'tirib ko'nglimga kelgan yaxshi so'zlarni, oddiy samimiy so'zlarni shu ashulaga tushirganman. Shu ikkita sevishganni ichidagi muhabbatini oddiy so'zlarda ifodalangan talqinida kuylangan. Ko'rgani keldim jonidan, jilmayib o'tdi-da yonimdan. Shabboda esadi qirlarida, gapirsang gaplaring bolidan. Shunaqa. Bu safar obrazlarimizda katta o'zgarish sezasizlar. Ba'zi obrazlarimizda hali shu paytgacha qilib ko'rmagan obrazlarimizdan foydalandik bu safar. Stilist, image maker qizlarimiz ancha ishlashdi. İstedin sen bana güller ver, istesang hadiyalar, pullar ver. La 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 deb shunaqa joy
yoqadi menga. Ushbu duet yangi taronamizni premyerasini doira ko'rsatuvida kuzatishingiz mumkin. Sizlarning ham ishlaringizga omad tilaymiz. Uzr. Biz har ikkala yosh va umidli xonandalarning ijodiga omad tilab qolamiz. Mirjalol aka, qayerdamiz? Xorazmdamiz, Sevinch xonim. To'g'risini aytsam, o'zimizni samimiy retro filmlarimizni sog'indim. Sizni ham sog'inganingiz aniq. Sizga bir xushxabar aytaman. O'zbekiston kinematografiya agentligi muhim loyihaga qo'l urdi. Bu loyiha qanday ekanligi sizga qiziqmi? To'g'risini aytsam, o'zimga ham qiziq. Keling, lavhani tomosha qilaylik, hammasini bilib olamiz. O'zbekiston kinematografiya agentligi tashabbusi bilan Tirik tarix loyihasi doirasida O'zbekistonda 2030-yilgacha 54 ta tarixiy film suratga olinishi kutilmoqda. Ta'kidlanishicha, milliy qahramon Shiroq, davlatchilik arbobi Alper Tonga, sarkarda Amir Temur va Temuriylar, Shayboniylar, milliy istiqlol kurashchilari haqida filmlar ishlanadi. Bu 2024-2030 yillarga mo'ljallangan strategik dastur bo'lib, eng qadimgi o'tmishdan tortib yaqin tarixgacha bo'lgan juda katta davrni qamrab oladi. Loyihada chet ellik hamkorlar, kino san'ati ustalari ham ishtirok etishi rejalashtirilgan.
Yaratiladigan filmlarning mavzulari rang-barang va keng bo'ladi. Jumladan, miloddan avvalgi 6-asrda yashagan milliy qahramonlar haqida, Qoraqalpoq shoiri Ajiniyoz va boshqa mashhur adiblar, buyuk allomalar va milliy istiqlol kurashchilari haqida filmlar ishlab chiqiladi. Loyihaga mahalliy kinoijodkorlar bilan bir qatorda Ispaniya, Germaniya, Vengriya, Rossiya, Belarus, Turkiya, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Hindiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikiston kabi davlatlardan hamkorlar jalb etiladi. Ayni damda bizda tirik tarixi dasturi ishga tushirilgan prezidentimizning tashabbuslari bilan va bunda 54 ta demak kino loyihalarini o'z ichiga qamrab oladi. Bularning ichida badiiy filmlar, badiiy publitsistik filmlar, bularning barchasi o'sha tarixiy shaxslar haqidagi filmlar. Men o'zing o'ldi. Shu yerning o'zida o'ldi. Ruxsat et ulug' shoh. Gapir. Erdini Botir qozoq ovullarini kulini ko'kka sovurdi. Bahodir Yalangtoshning o'zi tirikmi? Bizning ham unda shartimiz bor. Prezidentimiz tomonidan yilda 7 ta xalqaro kinofestivali bozorda ishtirok etish vazifasi yuklatilgan bo'lsa, biz buni 11 taga bajardik. Ya'ni 11 ta xalqaro kinofestival va kino bozorida biz nufuzli xalqaro kinofestivalda ishtirok etdik. Bularga misol qilib Xitoyda bo'lib o'tgan SHOS xalqaro kinofestivali, Vengriyada bo'lib o'tgan, Angliyada bo'lib o'tgan, Turkiyada bo'lib o'tgan kinofestivallarda bizning kinoijodkorlarimiz Grand Prix bilan taqdirlanishdi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari kino sanoatini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa tarixiy filmlar uchun kadrlar, ya'ni sahna fonlari, arxitektura, muhit va massovka elementlarini yaratishda sun'iy intellekt misli ko'rilmagan imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ilgari soatlab, hattoki haftalar davom etadigan vizual rekonstruksiya jarayonlari endi bir necha daqiqada amalga oshirilmoqda. Masalan, AI yordamida tarixiy davrlarga xos muhitlar, qadimiy shahar ko'chalari, saroylar, bozorlar, jang maydonlari va ziyoratgohlar yuqori aniqlik bilan yaratilmoqda. Zamon juda jadal rivojlanib ketyapti. Ayniqsa mana shu sun'iy intellekt texnologiyasi chiqqanidan keyin kinochilarda albatta qaysidir ma'noda bugun ikkita guruhga bo'linib qolgan. Kimdir buning tarafdori, kimdir bunga nisbatan biroz yoqlamaslik kayfiyati. Lekin biz xohlaymizmi yo'qmi, baribir zamon bir joyda turmaydi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, biz bu yerda buni ham inkor etmagan holda sun'iy intellektdan balki to'laqonli o'tish emas, balki qisman uning muayyan qismlaridan foydalanish. Baribir insonning o'rni boshqa. Insonning, aktyorning ampluasining, uning xarakterining, uning kayfiyatining o'rni boshqa. Sun'iy intellekt buni hech qachon yetkazib bera olmasa kerak. Albatta yaxshi tomonlari ham bor. Misol uchun lokatsiya nuqtai nazaridan, rekvizit nuqtai nazaridan, misol uchun o'sha bir tarixiy shaharni qurish kerakdir, ammo uni sun'iy intellekt orqali qurish ancha qaysidir ma'noda arzonga tushadi va tez bitadi. Men Astarxoniylar saltanatini himoya qilmoq uchun ont ichganman. Samarqandga Amir Temur zamonlarining barokati qaytgandek deyishmoqda. Bir oyda shuncha pul bo'ladi, katta summalarni yetib bir odamni qiziqtirishga harakat qilishadi. Narkotik tashuvchi. Kuni kecha namoyishi bo'lib o'tgan film aynan shunday nomlanadi. Qani qo'lni ko'tarsin, kimni film yuragiga bor. O'zbekistonda narkotik moddalar tarqatilishi, narkotik moddalar savdosi va ularni iste'mol qilishning oldini olish va yoshlarimiz ongini zaharlovchi yot g'oyalardan ogoh etish, asrash, qolaversa ularga o'z hayoti uchun eng muhim bo'lgan pallalarda to'g'ri tanlov va qarorlarni qabul qila olishiga qaratilgan film. Aka-uka oldiga, mahalla ko'y oldida barchani oldida majburiyatimiz bor, lekin buni ozgina harakat qilib, to'g'ri harakat qiladigan bo'lsak, film Davlat xavfsizlik xizmati va Yoshlar ittifoqi buyurtmasiga asosan Uzoqov Production tomonidan suratga olingan. Kartina rejissyori Jahongir Mirsharipov. O'zbekiston Respublikasiga salomat bilan xizmat qilamiz. Ssenariy muallifi Behzod Matmurodov. Film 2025-yilning bahor faslida suratga olindi. Dor tarqatamiz. Odamni kayf qildiradigan narsalar. Narkotik. Haqiqatda ko'rsatilgan eng og'riqli nuqtalari hozirgi bolalarning qayerda psixologiyasi sinayotgani, nimaga tayyor emasligi ochilgan. Hayot har doim ham oson bo'lmaydi, o'shani chidab, o'shanga sabr bilan to'g'ri yo'l tanlash har doim ham oson emas. Shu narsani ko'rsatganmiz. Menimcha o'z tomoshabinni yaxshigina topadi. Masalan, shuncha yil narkotik sotaman deb o'qidim.
O'zi kim odam qilgansiz? Qachon ishga chiqamiz? Ozgina sabr qilsang o'tib ketadi hammasi. Bir haftada shuncha pul beradigan qanaqa ish ekan? Zo'r ish. Yaxshi ish. Sen meniki demaganingni men dunyo bir bo'lsa ham chekmas. Filmda Abror, Rustam va Jahongir ismli qahramonlar misolida narkotik va turli xil psixotrop moddalar orqali oson pul topish yo'lini tanlagan va bunday zararli yo'llardan o'zini uzoq tutib, o'qib izlangan holda har doim to'g'ri yo'ldan yurishga harakat qilgan yigitlarning taqdirlari yoritib beriladi. Oilasini yaxshigina bir xavfga yaqinlashtirdi. Sababi o'z ukamga dori sotishga majbur bo'lganman. Qaysimi o'sha moddiyat sababli o'zim ukamligini bilmasdan men dori sotgan bo'lib chiqaman. Badiiy film yoshlarga oson va qing'ir yo'llar ularni porloq kelajakka emas, aksincha, panjara orti tomon yetaklashini, narkotik moddalar savdosi va iste'moli yakunda naqadar og'ir oqibatlarga olib kelishi, o'z yoshligini esa qorong'u panjaralarda o'tkazib yuborishlari mumkinligini eslatib turadi. Boshlagandi, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lgandi. Ishon hali oqlanadi, barcha bu yo'qotilgan darsona. Musofirchilik qiyinchiligini ko'rib, dardini kuylagan musofir yigit yodingizdami? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozodaxonim Nursaidova bilan duet kuylagan, challenge'da ishtirok etgan Tolib Musofir haqida gap ketyapti. Bu yigit anchagina shijoatli chiqib qoldi. Tolib Musofir allaqachon o'zining mualliflik qo'shig'iga klip suratga oldiryapti. Keling jarayonni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Jigarlar, bu qo'shig'im butun dunyodagi musofirlarim uchun. Bitta ishni boshlab baho beringlar, chiqali katta! Hammaning ko'ngli osmonda. Men yerda yursam maylimi? Iste'dod va mehnat albatta bir kun kelib yuzaga chiqadi degan gapning isbotini ushbu qahramonimiz misolida ko'rishimiz mumkin. Bundan biroz vaqt avval O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning challenge'ida g'olib bo'lib, xonandaning konsertida 10 kun davomida ishtirok etgan Tolib Musofir shu kunlarda ijodiy izlanishda davom etmoqda. Yaqindagina Yomg'irlar taronasini muxlislarga taqdim etgan xonanda hozirda yana musofirlik mavzusida yangi qo'shiq kuylagani va o'zining ijodiy rejalari haqida gapirib o'tdi. Endigina san'at olamiga qadam qo'yayotgan ijodkor uchun dalda va qo'llab-quvvatlov juda muhimdir. Bu borada xonanda Ozoda Nursaidovaning yosh iste'dodlarga bo'lgan e'tiborini e'tirof etish lozim. Mahoratli klipmaker Ikrom Ali bilan omadli ijodiy hamkorlik davom etmoqda. Yomg'irlar taronasiga tasvirga olingan videoklipdan keyin ijodkorlar yana birga ishlashmoqda. Bu safar xudo xolasa musofir haqida, men o'sha musofir degan qo'shig'imiz, jamiki musofirlarimizga yoqadi bu qo'shig'imiz. O'zim ham musofir bo'lganman. O'zim Rossiyada ishlab kelganman. Yaqinda bir yarim yil ishlab keldim. O'zi yaqinda keldim. 2 oy, 3 oy bo'ldi kelganimga. Ko'p narsa ayta olmayman. Onamning esimdagi duosi pul topmay qayta olmayman degan orasida nimalar bor. Men o'sha musofir bolasi ko'p narsa ayta olmayman. Onamning esimdagi duosi pul topmay qayta olmayman. Bir 20-25 kundan keyin premyera bo'ladi xudo xolasa. Bu yangi qo'shig'imiz. Bundan oldingi Yomg'irlar degan klipimizni ham Ikrom aka olib bergandilar. Bu ham yaxshi ketdi. O'zimning kanalimda zo'r ketib qoldi. 1,5 million bo'lib qoldi o'zi. 10 kunning ichida o'zimning kanalimda 2 minglik kanalim bor edi. YouTube'da yangi ochirdik. O'sha hozir 17 ming, 18 ming odam bo'lib ketdi hozir. Hali 7 million prosmotr bo'lib ketgani o'sha Shuhrat Qayum ustozimiz qo'shiqlari. Peshonamga taqdir bitgan yuragimni o'sha qo'shiqlarni aytganmiz. 3 kun ichida ijtimoiy tarmoqda, Instagram platformasida 3 kun ichida 7 million prosmotr bo'lib ketgan, 600 mingga yaqin like bo'lib ketgan. O'sha ko'tarib olgan. Ovoz nolalari dardli, qalbida esa katta umidlar bilan kelajakka intilayotgan Tolib Musofirning kelgusi ijodiy faoliyatiga omad tilab qolamiz.
Dunyo yulduzi Jennifer Lopez O'zbekistonda. Konsert juda ham o'zgacha bo'ldi, quvonchli bo'ldi. Muxlislarning qalbidan joy olgan Jennifer Lopez bu safar o'zgacha shou ko'rsatdi. Konsertda hamkasbimiz ham ishtirok etdi. Jarayonni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Yorqin lahzalarga boy konserti bilan mashhur amerikalik qo'shiqchi va aktrisa Jennifer Lopez tomoshabinlarni hayratda qoldirdi. Bu konsert uning muxlislari uchun unutilmas voqea bo'ldi. Konsertga tayyorgarlik jarayoni bir necha oy oldin boshlandi. Tashkilotchilar yurtimizning eng yaxshi mutaxassislari bilan birgalikda sahna, ovoz va yorug'lik tizimlarini tayyorlashda katta mehnat sarfladilar. Konsert dasturi uchun tanlangan Bunyodkor stadioniga millionlab muxlislar yig'ilishdi. Uni raqslari ham, qo'shiqlari ham hammasi zo'r. O'zbekistonliklar uchun yaxshi madaniy hordiq kutyapman. Hamma davlatlardagi gastrollarini kuzatdim. O'ylaymanki, O'zbekistonniki ham zo'r bo'ladi. Bunaqa urovingda hali konsert bo'lmagan O'zbekistonda. Boshqa davlatdagi konsertlarni ham kuzatdingizmi? Kuzatdim, da. Uzoq kutilgan konsert bo'lyapti lekin. O'ziga xosligi, uni kayfiyati har doim yuqori yurishida, har doim odamlarga yaxshi emotsiya, yaxshi kayfiyat tarqatishda va tempi, energetikasi yo'q. Mashhur hit taronalarini ijro etdi. Stadionda chinakam shou tomoshani kuzatish mumkin edi. Uning raqs jamoasi va sahnadagi yorqin dekoratsiyalar tomoshabinlarni o'zgacha bir olamga olib kira oldi. Qo'shiqlar orasida J-Lo o'zining shaxsiy hayoti haqidagi ayrim qisqa hikoyalarni ham aytib berdi. Bu esa muxlislar bilan yanada yaqinlashishga imkon berdi. U O'zbekistonga tashrif buyurgani uchun minnatdorchilik bildirib, bu yerda bo'lishdan baxtiyorligini ham ta'kidlab o'tdi. Jenniferning konsertidagi eng muhim jihatlardan biri uning tomoshabinlarga yaqinligi edi. U ko'plab muxlislarni sahnaga chiqarib, ularga o'ziga xos sovg'alar ham taqdim etdi. Bu lahzalar ko'pchilik uchun unutilmas bo'lib qoldi. Konsert so'ngida barcha muxlislar dunyo yulduzi bilan birga kuylashdi. Bu kundan olingan taassurotlar uzoq vaqt davomida muxlislar yodida qoladi albatta. Jonli ijro baribir jonlidi. Ko'kchoy guruhi o'zining ko'plab muxlislarini qalbidan joy egallab kelyapti. Doira ijodkorlari Ko'kchoy guruhi bilan ajoyib suhbat qurdi. Keling birgalikda tomosha qilamiz. Bugungi kundagi yoshlarni sevimli guruhiga aylanayotgan Ko'kchoy jamoasini ofisiga yetib keldik. Yo'q demasdan taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli doira ko'rsatuvining muxlislar, tomoshabinlar. Mana bugun studiyamizga xush kelibsiz. Yo'q demaganingiz uchun rahmat. Timur aka, sizga alohida rahmat. Timur aka orqada ijod bilan bandlar har doimgidek. Elvira, bilasizmi, sizni juda ham hurmat qilaman. Yana bir hurmat qiladigan jihatim, Elvira rusiy zabon bo'lsa-da o'zbek tilida gapirishga harakat qiladi. Asosiysi unda harakat bor. Men butun umrim davomida faqat rus tilida gapirganman. O'tgan yildan boshlab, yanvarda 2024-yildan boshlab menga Ravshan Komilov shunaqa maslahat bergan. O'zbekistonda o'zbek tilini bilish kerak. Mana shu maslahatlardan keyin men har doim intervyuda, studiyada, syomkada o'zbek tilida gapirishga harakat qilaman. Ko'kchoy deb qo'yish kimni xayoliga keldi? Bilasiz, shu savolga yaxshiroq javobni Timur beradi. Ko'kchoy guruhi desa, birinchi o'rinda Elvirani ko'z oldimizga keltiramiz. Lekin aslida mana ko'rib turganingizdek, azizlar, Ko'kchoy guruhini barpo bo'lishiga sababchi inson Timur aka bo'ladilar. Timur aka, o'zi g'oya kimdan chiqqan? Nega aynan Ko'kchoy? Ko'kchoy bu o'zbek tilida gapirgan odam bunga ahamiyat bermaydi, chunki ko'k bu yashil emas. Yashil ham bu ko'k emas. O'zbek tilida siniy nima deydi? Ko'k, yashil
zelyoniy shunaqada. Yaqindagina bir ajoyib qo'shiq chiqardingiz, duet. Bilaman qaysi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan aka Komilov bilan birgalikda kuylagan Amanda qo'shig'ingiz negadir ijtimoiy tarmoqlarda u darajada yaxshigina hit bo'ldi, lekin u darajada iliqlik bilan kutib olinmadi. Lug'atdan bu Amanda bu sevgiga loyiq. So'zma-so'z sevgiga loyiq bo'ladi. Internetda Amanda odamlar boshqa so'zi eshitadi. Albatta negativ yozishdan oldin qo'shiqni tarjimasi haqida ham, o'sha bu so'zni o'zi tarjimasi nima ekanligi haqida ham o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. Ba'zida o'sha inglizcha qo'shiqlar eshitasiz mazza qilib, lekin tarjimasi haqida hatto o'ylab ham ko'rmaysizda. Man Amanda, hammani ko'zi manda. Man Amanda, kuydiraman yomonda. Ishqi yoqib kuydiraman. Layla bo'lib so'ydiraman. Sen Majnundek sevsang bas, didorimga to'ydiraman. Mana shu go'zal Amanda qo'shig'idan so'ng Elvira o'ziga yaxshigina kuch to'pladi. Negativlar yanada olg'a qadam bosishga undadi. Undan so'ng nechta qo'shiq, kamida 2 ta qo'shiq chiqardingiz? 2 ta qo'shiq. Birinchi qo'shiq isiriq haqida bizga bo'lgan tematik. Isiriq nega isiriq? Bizda O'zbekistonda Hojiboy Tojiboyev bo'lgan, shunaqa yumorist va Hojiboy Tojibovda qisqacha voqea, qisqacha nomer bo'lgan isiriq haqida. Gar mehmon kelsa va yoki ketsa, uyda to'yda gripp yo angina, kasal bo'lsa ham hammazgina mashina olsa ham, charchab qolsa ham, uy olsa ham, boshog'roq bo'lsa, qo'yqoroq staksa, o'steksa ham tunov va isiriq. Hojiboy Tojiboyevda Timurga shunaqa ilhom kelgan. Hojiboy Tojiboyevni bolaligimdan bilaman-da. Bir payt shu miyamga keldi-da, isiriq haqida bir g'oya qilishga. Chunki men o'sha isiriq haqida o'yladim-da, nima uchun shu O'zbekistonning o'tida bu? O'sha haqida bitta ham she'r yo'q. Men internetda qidirganman. Birinchi she'r mana shu biza yozganmiz. O'sha birinchi she'rni topish uchun, хотя бы точкасini topish uchun nimadan boshlanish? Shu Hojiboy Tojiboyev monologidan topganman. Agar sizni ham o'sha muxlislarga, Ko'kchoyning muxlislariga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Ijoddan to'xtamanglar, harakat qilinglar. Coverdan boshlayman desanglar, boshlang, chunki eski ashulalar yangi avlodga, yangi talqinda kerak. Agar siz shu eski ashulalarni olmasdan, cover qilmasdan yangi avlodga ko'rsatmasangiz, ular unutilib ketadi. Xalq sizni tanish kerak. Eng oson yo'li bu coverdan boshlab, keyin o'zingiz ashulangizga o'tishingiz mumkin. Rahmat, bu yosh ijodkorlar uchun, endi ijodga qiziqayotgan yosh xonandalar uchun juda ham yaxshi maslahat bo'ldi. O'ylaymanki, maslahatni qabul qilasiz. Hozir esa bizda premyera, doirada premyera. Hali hech qaysi platformada bu qo'shiq qo'yilmagan. Elviraning yangi, Ko'kchoyning yangi qo'shig'i Ona Vatan deb nomlangan. Hozir birgalikda eshitamiz. Sen tinchlik parvar, sen tinchlik sevar bu zamon. Yurtim tinchdir har on. Bir o'lka bor go'zal erur har bir qachon. Mening ona vatanim O'zbekiston. O'zing
senga urmoqda jonim. Çekmeye kalmır hevesim. Ayağım gitme deyir, ürəyim istəyir tələsim. O mənim ehtiyacımdan sayın olgan nefesim. Onu sevmək bir bala, sevməslik ondan da bala. Onu sevmək də bəla, sevməmək ondan da bəla. Sevgilimdən mənə bir namə getir tangi şamal. Sevgilimdən mənə bir namə getir badi səba. O ketgəndən özümdə emas, nə xoş, nə bir xəyal. O gedəndən neçə vaxtdır ki, nə səs var, nə səda. Unutub qoydu məni, yox halimdən heç xəbəri. Aşığı zarı mən barmı, uvalımdan xətəri. Sevgilim bir dəfən olar, mənə etsin nəzəri. Razıyam mən belə ondan sonra min cövrü zəfa. Razı edim keyin ondan yursam xəmmaylı nərə. Sevgilimdən mənə bir namə gətir badi səba. Sevgilimdən mənə bir namə getir tangi şamal. O gedəndən neçə vaxtdır ki, nə səs var, nə səda. O ketgəndən özümdə emas, nə xoş, nə bir xəyal. Sevgilimdən mənə bir namə getir tangi şamal. Sevgilimdən mənə bir namə gətir badi səba. O ketgəndən özümdə emas, nə xoş, nə bir xəyal. O gedəndən neçə vaxtdır ki, nə səs var, nə səda. Yaxshi yigit. Qarashvoramizmi? Siz ko'chib ketmadingizmi? Yo'q. Ha, sizga qayerda ishlashimni aytmaganman-a? Yo'q. O'zingiz so'ramagansiz-ku.
Doiraning bir haftalik shov-shuvli xabarlari mana shulardan iborat edi. Sizga qanchalik manzur keldi yoki yo'q, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga yozib yuboring. Sizlar bilan Chehrona edim. Omon bo'ling.